Assalomu alaykum polvonlar va otbozlar. Fayzulla polvonimiz Mana polvonlarga maslahat bu yilgi sezonimizni nasib bo'lsa boshladik deb mana boshlayapmiz. Sizlardan bitta iltimos. Hamisha aytiladi bu gap. Bir-biringni hurmat qil, bir-biring. Mana shuning uchun mana ko'ryapsizlar qanday qiyinchilik bo'ldi hozir. Qaysing betartiblik qilsang, qaysing agar bir cho'kinsang, az premi o'zim hali nachalni o'zi turibdi, shunda o'zim chiqar premiyini ko'rsatib yuraveraman. Tushundingmi? Bir-biringni hurmat qil. Yil boshidan yomon gap gapirmayin deyman, baribir odam gapirmasa ham bo'lmaydi. Kimdir o'ziga qanday oladi bu gapni? Sizlardan iltimos. Shu o'zimizni eski urf-u odatimizni yo'qotmanglar. Bir-biringga qarab, bir tartib saqlab chop, so'kinma. Tushundilaringmi? Bu hali otlar xom, bir-biringni tishlashi mumkin, biringni tepi yarishi mumkin. Qaranglar, e'tibor qilinglar. Hammangni mana shu yilgi sezon bilan tabriklayman. Bayramlaring bilan hammangga omad, sog' salomat mana shu yilgi sezonni yaxshi boshlab, nasib bo'lsa yaxshi kunlarga oxirigacha olib borib, chopishlaringni Xudodan so'raymiz. Amin. Hammani mana shunday to'ylarga, ko'pkariga, mana shunday xursandchilik kunlarga yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Eshitdilaringmi? Bu to'y emas. To'y emas, bu gashtak, ot sovutak deyapsan. Otga e'tibor qilinglar, o'zlaringga e'tibor beringlar. Bugun olib borib qo'pallashmay endi otni urib ertaga mana bu yerda bana Sanjar qizildi yo nimani chaqirib turmanglar. Bir yil mehnat qilib otni orqasida. Senga taxladim deb. O'zlaring qaranglar, mehnatlaring ham ichlaring achisin. Boja, men nima deb aytayapsan? Sen menga tiklab tur. Men nima deyotganimni birinchi sen eshit. Qolganlariga tushuntir, shogirdlaringga. Tushundilaringmi? Hamma. Mana Xoliqa katta polvon nima desa, mana shuni aytgan degan bo'ladi. Qaranglar, e'tibor qilinglar. Mana shu narsaga ham shu bugun juda qattiq e'tibor bo'ladi. Hammang bor narsani yo'q qilib sandalga kirib yotma, yiluniki ot bog'ib. Mayli, hammanga omad, hammanga sog'lik, hammanga katta uy xonadonlaringda to'y nasib qilsin. Bo'pti. Rahmat Farmon bu. Mana bugun gashtakni Saidqul aka beryapti. Shahzod niyat qilgan. Boyqa otni egasi bitta ot olgan. Niyat qilgan aka, sizlardan mana shunday men ham chavandoz bo'lay. Shu ilga qo'shilay polvonlar sostaviga deb mana niyat qilib mana shu gashtakni tashkil qilgan. Mana Saidqul aka boshchiligida endi mana safimizga mana shunday qo'shilaversin. Mana shu insonlarning xonadonida yaxshi kuni ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Aka sizga ham rahmat. Saidqul aka. Omin beringizlar, bir yigit. Rahmat sizga. Shu bir nimada turibdi, shu yigit sog' salomat qutulib kelishiga bir omin beringizlar yigitlar. Amin. Yaxshigina sog' salomat o'ynab kelib ota-onasini bag'riga, xonadoniga qaytsin. Amin. Akbar. Ko'pkarimiz boshlandi. Hurmatli ko'rpadoshlar, ko'pkarimiz boshlandi.